Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugungi navbatda ishimizni ham tugatib oldik. Xo'p, bularda razmerini aytadigan bo'lsak, eshikni bo'yi 280, eniga 285. Xo'p, yanada romni bo'yi 230. Eshigimizni eni 1.40 bo'lgan. Ichkarida so'ri borlik hisobiga taglarini alkafon qilib berganmiz, bolish qo'yib suyanish uchun. Xo'p, chekadagi romni aytadigan bo'lsak, bularimiz bo'ylari ham 230, uzunasi 290. Bu yerimizdan ikkitadan ochilish qilib berganmiz. Buni ham tagini alkafon qilib berganmiz suyanish uchun. O'rtada ustunlarimizni ham alkafon bilan o'rab berganmiz. Hop, eshigimiz ruchkalarini ham yaxshidan qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlari ham zo'r. Taglari alkafon eshigi ham. Hop, ichkarida aytganimda so'risi bor. Romlarimiz ochilishi ham moshni chiqqan. Hop, endi bularimizni narx-navosini aytadigan bo'lsak, o'xshiy joyimiz 14 kvadrat chiqdi. Aynalar 2 qavat bo'ldi, oqqa yo'd. Hop, 14 kvadratimiz 650 ming so'mdan 9 million 100 ming so'mga tayyor bo'ldi. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar, nomerlarda qoldiraman.